Qanday qilib 15 yoshda IELTS 8? Bu juda ham zo'r natija. 6,5 IELTS'dan olib, 2 oy dam olib yana borganman. Lekin sizda 7 olish plan bo'lgan. Bunga sabab nima bo'ldi? Sentrga borib chiqqanman, lekin hech qaysi Registonda menga yoqmagan. Birinchidan Mr. Adam strict, u ishini qilmasanglar juda ham urishardi. IELTS sizni olishdan oldingi hamda IELTS olgandan keyingi hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Mayli, meni yoshimga shu yetarli, lekin men to'xtashim kerak emas, orzumga intilishim kerak. Qanday qilib 15 yoshda IELTS 8? Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi muvaffaqiyat qissasi sonimiz mehmoni Fozila ushbu savolga javob berib o'tadi. Assalomu alaykum Fozila, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Fozila, mana 15 yoshda IELTS 8 olibsiz. Bu juda ham zo'r natija. Avvalambor tabriklayman. Rahmat. Keling dastlab sizning aynan Registon, Shahriston filialiga o'zi qachon kelgansiz, qanday qilib kelgansiz, shu haqida gaplashib o'tsak. Xo'sh, o'tgan yili meni amakim menga mesej tashlagandilar, shu Registonda grant bo'lib o'tayotgan haqida. Shunga men registratsiya qilib, oxiri o'tganman va o'tgan yili aprel oyida shu Registon, Shahriston filialida o'qishni boshlaganman. Demak siz birinchi marta Registonga, Shahriston kelgan vaqtingiz aprel bo'lgan o'tgan yili. Ha. Xo'p, undan keyin qancha o'qidingiz? Apreldan boshlab men 4 oy o'qiganman Mr. Adam guruhida. Undan keyin 6,5 IELTS'dan olib, 2 oy dam olib yana borganman. Fevralgacha Registon, Shahriston filialida o'qiganman. Demak sizni birinchi natijangiz IELTS'dan 6,5 bo'lgan. Ha, to'g'ri. Va undan keyin yana qayta o'qigansiz. Keling, IELTS 8 dan oldin sizga o'zi IELTS nima kerak bo'lgan? Shu haqida gaplashib o'tsak. Xo'sh, IELTS menga o'zi chet el universitetlarga topshirish uchun kerak. Shu 7 dan ko'p olishga orzu qilganman va shunga intilganman. Endi 7 dan ko'p olib, o'zimni mechtamni исполнить qilganman. Хорошо. Demak, sizni 6,5 olganingizdan keyin sizda qanaqadir ham hissiyot bo'lgan, что hali missiya tugamagan. Men 7+ olishim kerak degan bir hissiyotlar bo'lgan. Undan keyin ikkinchi marta men bu IELTS 8 olishingiz uchun qachon keldingiz yana qayta? Adashmasam, o'tgan yili oktyabrda kelganman. Va yana Mr. Adam guruhiga kelganman, chunki shu ustoz menga juda ham yoqib qolgandilar. Aynan nimaga qarang, mana siz 6,5 oldingiz. 6,5 umuman olganda yaxshi natija, lekin sizda 7 olish plan bo'lgan. Baribir ham ichida ham 7 olamadim, bu ustozni o'qib degan xayollar o'tgan bo'lishi mumkin sizda. Lekin siz yana qayta kelyapsiz, aynan Mr. Adamga yana qayta o'qish uchun. Bunga sabab nima bo'ldi? O'zim 6,5 oldim, chunki ustoz yomonlar degan hech qachon o'ylamaganman. Chunki o'sha payti men hali endi 14 yosh bo'lganman va juda ham qo'rqamman topshirishdan va hali universitetlar haqida ham o'ylamagandim. Keyin 6,5 olib, har xil sentrlarga borib chiqqanman, lekin hech qaysi shu Registonda menga yoqmagan. Shuning uchun Mr. Adam ustozimga qaytganman. Mr. Adamni aynan qanday usullari, qanaqa sifatlari sizga ma'qul tushgan? Birinchidan Mr. Adam strict, серьезныйlar, shu u ishini qilmasanglar juda ham urishardi. Shuning uchun har doim nima desalar o'shalarni qilib yurganman. Undan tashqari Mr. Adam har doim o'quvchilarga ishonganlar, motivatsiya qilganlar, shunisi menga juda ham yoqqan edi. IELTS sizni olishdan oldingi hamda IELTS olgandan keyingi hayotingizda qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? 6,5 da ham, 8 da ham. 6,5 dan oldin shu IELTS o'qiyotganimda juda ham qiynalganman, qo'rqqanman. Anxiety juda ham ko'p menda bo'lgan, lekin 6,5 olgandan keyin juda ham xursand bo'lmaganman, lekin juda ham xafa ham bo'lmaganman. O'ylaganman, mayli, meni yoshimga shu yetarli, lekin men to'xtashim kerak emas, shu orzumga intilishim kerak. Va 8 olgandan oldin ham juda ham hard working bo'lganman. Keyin 8 olgandan keyin ayta olmayman bayram bo'lib, xursand bo'lib. Nimaga? Chunki chet el universitetlar uchun IELTS bu lish bittagina narsada, undan tashqari SAT ham, extra activities ham kerak. Men uchun IELTS bu shu bitta shak
хорошему будущему. Demak, siz IELTS 8 olsangiz ham o'zingizni unchalik ham xursand his qilmagansiz. Yo'q, xursand bo'lganman, lekin ayta olmayman shu o'zimni qanaqadir eng zo'r deb qildi. Chunki sizda men tushunishim bo'yicha oliy maqsadingiz chetga o'qishga kirish bo'lgan, IELTS emas. Что IELTSni olsam bo'ldi, потом o'qishga kiraman degansiz. IELTS просто shunchaki bitta nima deydi? Talab qilinishi mumkin bo'lgan narsa. Keling, mana shu o'qish bo'yicha gaplashsak, chetda o'qish bo'yicha aynan qayerga o'qishga kirmoqchisiz va o'zi qanaqa nima deydi? IELTS, SAT va shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanmoqchi kerak ekan. O'zi men yoki Yevropa yoki Amerikaga orzu qilganman, lekin Yevropada stipendiyalar kamroq bo'lgani uchun ko'proq Amerika menga variant va shu chet el universitetiga kirish uchun hozir IELTSdan tashqari SAT bilan ham shug'ullanyapman va o'zimni proyektim ham bor. Как extra activity deb o'sha proyektga sirlomasi. Eco Sewing nomi. Bu degani masalan ko'chalarni yig'ishtirib, musorlarni olib shu paket yoki qog'ozlardan ko'ylak ishlab chiqarish. То есть recycling bilan meni proyektim связано. Demak, bu o'zi shug'ullanmoqchisiz bu loyiha bilan, ha? Xo'p, biron bir rasmlar bo'lsa, tashrif etsangiz bizga, bizning ko'rsatamiz, хорошо, ekranda. Ko'rsatamiz, ko'rishingiz mumkin. Demak, Fozila nafaqat IELTS, nafaqat SAT, balki chetga o'qishga kirish uchun o'zlarini loyihasi ham bor ekan. Xo'p, IELTS tomonga qaytamiz endi. IELTS o'qigan vaqtingizda sizni eng qiynagan narsalar nima bo'ldi o'zi? Qanaqasida qiyinchilik bo'ldi? O'zi endi birinchi marta kelganimda juda ham readingdan qiynalganman, qo'rqqanman. Shu esimda bu o'rtoqlarimga aytganman, readingni yomon ko'raman, readingni hech qachon qo'limga olmayman deb. Lekin hozir readingdan 9 olib qo'ydim. Hammalar o'zi shok bundan. O'zim esa readingni qanaqa qilib kuchaytirganman, har kuni artikelni o'qiganman shu sizni kanalingizdan. Juda ham yoqardi va shunday qilib o'qishga o'zimni желаниемni improve qilganman. Demak, sizga qiyin bo'lgan taraf reading bo'lgan va aynan o'sha readingni oshirishni asosiy omili maqola bo'lgan deyapsiz. Xo'p, o'z umumiy bitta IELTS balangizni qayta aytib o'tsangiz, listening, reading, writing, speaking bo'yicha. Xo'p, menda listening 8.5, reading 9, writing va speaking 7 ikkalasi. Zo'r. Listening 8.5, reading 9, writing bilan speaking 7. Хорошо. Demak, faqat sizda reading bo'lgan muammo. Ko'pchilikda writing ham muammoli bo'ladi va writing 7 ham bu oson narsa emas. Buni qanday qildingiz? Writing o'zi oldin ham men unchalik o'zimga ishonmaganim, writingdan zo'r olishimni, lekin ikkinchi marta kelib Mr. Adam boshqa metod bilan bizlarni o'rgatib, masalan, hamma shu writing topiklarni research qilib, ChatGPT ishlatmasdan o'zini improve qilishga o'rgatganlar. Shuni har kuni qilib writingni yaxshi qilishga erishdim. Oldingi 6.5 dagi bilan hozirgi o'sgan ballingiz necha bo'lgan writingda? Writing 6, hozir 7. 7 zo'r. Listening? Listening 7.5, 8.5. 8.5. Reading? 6.5. Wow, shok. Просто shok. 6.5 dan 9 ga chiqish. Speaking bo'lsa? Speaking 6.5, 7. Qarang, readingda mana shu 6.5 dan 9 ga chiqish davomida aynan readingdan vaqtdan qancha o'qirdingiz o'zi? Misol uchun, qancha kun davomida qancha vaqt readingga sarflardingiz? O'zi men количествоga emas, качествоga qaragandim. Masalan, men mana shu 50 ta test qilganman readingdan qilib ayta olmayman. Men bitta test olganman readingdan, shuni analiz qilib, masalan, qaysi zadaniyalarda men xato qilganman, nimaga xato qilganman, meni weak side'im qanaqa qilib, o'shani analiz qilib, o'zimni kuchaytirganman readingdan. Umumiy holat necha soat bo'ladi kuniga? 1 soatmi, 2 soatmi? Chunki hozir biz ko'rayotganlar ko'proq o'sha aynan to'g'ri bo'lgan yo'lni tushunib olsalar, ularga oson bo'ladi. Misol uchun kuniga 1 soatda o'qish kerakmi, 2 soatda o'qish kerakmi, 3 soatdan o'qish kerakmi? Adashmasam, в общем, hammasidan 6-8 soat ketgan bir kunda. Umumiy holatda. Umumiy. Kuniga 6-8 soat davomida o'qigansiz tinmasdan. Albatta, bu juda katta mehnat. 6-8 davomida bir joyga o'tirib yoki kam-kam bo'lsa ham diqqatni jamlab o'qishni o'zi oson emas. Xo'p, readingdan gaplashdik. Readingni oshirish asosiy omili demak artikel ekan, artikelni o'qib, tahlil qilib, keyin potom uni ishlatish. Listeningdachi?
Listening o'zi oldin ham juda ham katta muammo bo'lmagan, chunki men oldin har doim inglizcha qo'shiqlar, filmlar ko'rganman, eshitganman va qulog'im qanaqadir o'rganib qolgandi. Moslashgan sizga o'zi. Da. Lekin 7,5 dan 8,5 ga ko'tarish uchun men uchun главный narsa bu konsentratsiya. Masalan, shu listening qilayotgan payti hech narsa haqida o'ylash kerak emas va shu speaker nima desa har bir so'zini eshitish kerak. Shu menga yordam bergan. Demak, eng sizga katta yordam bergan narsa bu diqqatni jamlay olish. Ha. Хорошо. Writingda. Writingda aytganimdek, ustoz menga shu metod bergandilar. Har bitta tushunmagan mavzuni men research qilganman. Masalan, shu mavzuni internetga qo'yib, har xil statyalar, saytlardan shu haqida mavzuni o'qib, keyin shunga qarab yozganman. Bu faqat shu mavzuni bilish uchun emas, masalan, shu saytlarda qanaqadir полезный so'zlar, frazalar bo'lishi mumkin, shuni writingga ishlatsa mumkin. Demak, shunchaki internetdan oddiy example essayni olib Yo'q. o'qib ko'plik qilmasdan, balkim aynan o'sha mavzuga internetda keng qamrovda izlanish qilib, har xil turli xil maqolalar o'qiysiz, to'g'rimi? Video ko'rasiz, searching qilasiz, hammasidan idea olib, hammasidan o'qib, grammar yig'ib, keyin yozgansiz. To'g'ri. O'sha essayingizni keyin o'qituvchingiz tekshirgan, baho bergan, kamchiligingizni aytib, keyin ustida ishlagansiz, to'g'rimi? Bu demak eng yaxshi usuldan biri. Xo'p, speaking qanday bo'lgan? To'g'risini aytsam, meni maktabim o'zi ko'p vaqtimni oladi. Shuning uchun menga supportlar bilan ishlashga vaqtim yo'q edi va men o'zim bilan o'zim gaplashib yurganman ingliz tilida. Masalan, uyda bir o'zim qolsam, nima qilmoqchi bo'lsam, o'sha o'zimga ingliz tilida gapirib o'tirganman. Yo'lda-chi, yo'lda ham gapirganmisiz? Ko'pchilik yo'lda gapirish uyaladi-da. Bu yo'lda gapirganda mani odamlar ko'rsa, noto'g'ri tushunadi deydi. Yo'lda bir o'zim bo'lsam gapirmaganman, lekin men bilan dugonam borgandi, shu ingliz tili Mr. Adam guruhiga. Shu dugonam bilan har doim ko'chada inglizcha gapirib o'tirganman. Zo'r. Demak, sizda doimiy practice qilib borgansiz, uyda bo'lsa ham, yo'lda bo'lsa ham va shu oqibatda ochirgansiz. Xo'p, Fozila, sizni mana shu muvaffaqiyatga erishishdagi 8 olishingizdagi asosiy omil nima deb o'ylaysiz? Ya'ni bu yerda omad bormi? Yoki ko'proq praktismi? Yoki qanaqadir ham biron bir skilllar kerak ekanmi? Menimcha bitta omil emas, balki har xil faktorlar. Masalan, birinchisi bu hard work. Chunki faqat bir soat o'qib yoki bir oygina o'qib qiyin erishish, men shuncha ishlab o'zimni ustimdan shu 8 ga erishganman. Undan tashqari o'ylaymanki bu uверенность, confidence. Chunki o'ziga ishonsa, o'zini selini qo'ysa, masalan, faqat shu 7 dan ko'proq olib qo'ymay deb, men faqat 8 o'zimga qo'yganman, 8 ga erishganman shu. Va uchinchisi o'ylayman omad. Chunki omad hammaga kerak va omad ham решает. Da, baribir ham IELTSda anaqa qisman 0.5 omadga 17 deyishadi. Imtihondagi savol turiga qarab yoki boshqasiga qarab, siz olgan bilimingizga qarab, o'sha 0.5 ga 17, ya'ni 7,5 lik bilim 8 olib qolishi mumkin. Yoki 8,5 qolishi mumkin. Yoki 8 lik bilim borda, imtihonda qiyin savol tushib 7,5 qolishi mumkin. Shuning uchun ham baribir ham omad omili bor ekan, to'g'rimi? To'g'ri. Xo'p, mana shu Registon Shahriston filialida hamda Mr. Adam bilan o'qish davomidagi sizda eng esda qolarli bir voqeani aytib bersangiz. Bitta voqea bor edi. Birinchi marta Mr. Adam kiyganimda yig'lab chiqqandim. Ota-onamning oldiga borib, men hech narsa tushunmayapman. O'zi IELTSni hech qanaqa bilmayman, lekin kursdoshlarim уже 6,5 bo'lgan, haqida hamma narsa bilishadi. Men nima qilaman deb aytganman, lekin dadam menga aytgan, shu kuchlilar bilan o'qisang, kuchli bo'lasan qilib. Va shunday qilib davom etganman. Demak, siz darsingiz birinchisida o'ziyoq esda qolarli bo'lgan, gruppangizda yaxshilar yig'ilgan bo'lganda, siz bu yerda qanaqadir ham o'zingizni sal bilimdan kam tuyulgan sizga. Lekin oxir-oqibat siz ustun bo'lib chiqqansiz. Mehnatdan keyin. Xo'p, rahmat. Xo'p, Fozila, boshqalarga ham Registon Shahriston filialida o'qish tavsiya qilasizmi va nimaga? Albatta qilaman, chunki Registonni menga atmosferasi yoqadi, ustozlari yoqadi, даже administratsiya ham juda ham
o'quvchilarga yaxshi attestatsiya qiladi. Bundan tashqari, men Registonga уже ikkita o'rtog'imni ham, ukamni ham tavsiya qilganman. Mana hozir ular o'qiyapti Registon. Demak, sizlar oilaviy Registonni tanlagansizlar, to'g'rimi? Zo'r. Fozila, kattakon rahmat sizga. Sizga ham rahmat. Kelajakdagi o'qishlaringizga ham, ishlaringizga omad tilaymiz. Ko'rishguncha xayr. Rahmat.